Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Ko'rayotganlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining nazar programmasi. Men Alim. Biz bugun Amerika boshliq g'arb ellarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sababidan ilib borgan jazo tadbirlari ustida alohida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qulluqining raisi To'lqin Ayso apandi bilan Dunyo Uyg'ur qulluqining muavin raisi Erkin Akram apandini bu suhbatga alohida taklif qildik. Suhbatimiz xush keldinglar apandilar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Köp rahmet. Bunda bu saldı bilan To'lqin Ayso apandi bu dushanba kuni, ya'ni Amerika boshliq g'arb ellari. Bunun albatta Yevropa ittifoqi bor, 27 davlatni o'z ichiga olgan. Uning sirt Angliya, Kanada qatorliq oldi keyin 30 ga yaqin g'arb ellari birlashib, Xitoyning 4 cho'ng amaldoriga bo'libmi Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilik ham bu insoniyat qarshi jinoyat ilib berayotgan bu shaxslar ustidan ham Xinjiangning Bingtan ustidan jazo e'lon qildi. Siz oldi bilan buningdan hayron qoldingizmi, hamda siz qanday bir his tuyg'u keldingiz buni anglagandan keyin? Bu tarihi bir vakı. Bu elbette bizni hayacanlı saldı. Ama onundan hayran kalmadık. Çünkü bu kılışkısı işlik hatta biraz keçikip elinden bir kadem. Çünkü Amerika Uygur Kişilik Hukuk Kanun layihəsini resmi kanun kılıp prezident kol koyup icra kılınışkı başlayan deyken ve onun aldığı mı hatta Amerika hükümeti Xitayning şirketlerine ve Xitay emeldarlarına ceza ilan kılgan. Bunda bir şaraitimizde biz Dünya Uyg'ur Qurultayı bulaylı veya ki hatta Avrupa'nın üzdeki nurgulluğun kişilik hukuk teşkilatları insanlar Avrupa matbuatlarında mı Avrupa İttifakı'nın okşaş bir tedbirini Xitayga ciddi ilişkireklik hakkında nurgun hareketler oldu bir yerde. Avrupa parlament azalarıyla görüşüş, Avrupa Germaniyanın taşkışlan emeldarlarıyla görüşüş, başka devletlerinin hükümet adamlarıyla görüşüş meselelerimizin hemmesi de bizden oturup koygan neslimiz şu. Yalnız Amerika'nın öz beşiğe hareket kılışı bilen Xitay'ın toxtatkıl bulmaydıqanlığını bir yerde 21. asırda qayta tekrarlanmaydı deydiğen bir irqiy qirg'inchilikning qaytadan Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga elib berilayotganligini, bunu artık Avrupa devletlerinin ve bütün dünyanın bulunmu Avrupa devletlerinin çünkü demokratiya, kişilik hukuk, insan hakları, kanun bilan idare qilish, fikir erkinliğini özünün asası kıymet karşı kılgan bu devletlerinin yanıla bu meselegi sükut bilan qarab turganliginin özü bu irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lgan va yoki ko'maslik sağlık bo'ldiganligini kun tartibga qildik. Çünkü nurg'un kampda yetib chiqqan insonlarimizning bergan guvohliklari BBC'ga o'xshaydigan xalqaro matbuotlarninki o'tirg'i chiqargan hujjatlik nimalari, filmlari Xitoyning o'zining hukumat ichida yozishmalarninki aloqalarning hujjatlarning qizil boshliq hujjatlarning xalqaroga har xil shakllar bilan oshkorlanib ketishi va chet ellarda ki Uyg'urlarning o'zining atalları, mesela mening o'xshash atalları turmalarda jazo lagerlarida o'lib ketgan insonlarning bergan aloqalanmagan insonlarning ailasidan kelgan guvohliklari mushunga o'xshaydigan Aqsu litisi, Qaraqash litisiga o'xshaydigan narsalardan keyin buning ortiq bir sual işareti koyduğun veya kiraz şundak bir qirg'inchilik bo'layotamdi, bo'lmayotamdi deb buningdan gumon qildigan ya o'tib ketgan. Shuning uchun bu masalani biz davomli bizmi va boshqa xalqaro tashkilotlarmi buni Yevropa davlatlaridan talab qilib kelgan bir masala edi. Degandagidek eng oxirida Yevropa davlatlarimi ortiq sukutni buzmasa bo'lmaydigan, chunki 20-asrda o soykırım Yevropada yuz bergan. Bunda şaraitning o'zida yana buningga sukut qilib qarab tursa, buning to'g'ri bo'lmaydiganligi qanoati keldi deb o'ylaymiz. Çünkü buni ortiq yushug'il bo'lmaydi. Kelajakda yana sukut tursa, xuddi shu irqiy qirg'inchilikqa sukut turgan ve hatta onunla sherik bo'lgandagidek bir mazmun chiqadigan gap. Shuninga bu nuqta nazardan biz hayron qolmadik, ammo nayt xursand bo'ldik. Hatta buni biraz kechikib elingan qadam ve to'liq bo'lmagan deb qaraymiz shaxsan. Onun için mesela Çingçango'nun ismi yok. Şöhret Zakir'nin ismi yok. Bu belki tuncu kadem ama bunun ahirisi keliş gerek degan ümidimiz var. Erkin Akram apandi, bu albatta Amerika hükümeti oldi bilan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar kuni
Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi tayilib bo'lgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgandan keyin yangi chiqqan Bayden hukumatimi buni o'xshash qaraydiganligini o'tirib qo'ydi. Undan keyin albatta Trump hukumati zamonida Chunchungo qatorli Xitoy rahbarlariga Magnitsky jazo qo'ygan bo'ldi. Ammo bu qitim yangi hukumat chiqqandan keyin ba'zi analizchilarning deyishi albatta bu hozirgi hukumat ilgirki hukumatdek Xitoy qattiq turishi notayin. Bo'libmi masalan dushanba kunidek bunday jazolarni e'lon qilishi notayin deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ammo sizningcha dushanba kuni endi Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada qatorliq 30 ga yaqin davlatning bir kunda birlikda Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan bu amaldorlarga ham shunga moslashib kelgan Xinjiang ishlab chiqarish Bingtuaniga jazo qo'yishi qanday bir tarixiy ahamiyatga ega? Çünkü G'arb devletler agarda G'arb bo'lgan bo'lsa, bularningki qimmat qarashlari bor. Bu G'arb devlet uchun bu qimmat qarashlar ham siyosiy ham ijtimoiy. Shuningga bularning hayoti bilan bog'langan. Agarda bu G'arbliklarda bu qimmat qarash degan bu nuqta nazar bo'lmaydigan bo'lsa, ki buni qo'g'damaydigan bo'lsa, G'arblik bo'lamaydi. Shuningga bu G'arbliklar buni qo'g'dash uchun Xitoyga bo'lgan bir bisim hamda texi boshlayotdi deb ko'rsak bo'ldi. Hamda G'arbga bir ittifoq bir şekilde buni ilib berayotgan bir alayitligini ko'ryapmiz. Shuningga bu 21. asrda yuksalib kelgan diktator davlatlarga qarshi o'zininki ham qimmat qarashlarini qo'g'dash hamda bu diktator davlatlar bundan keyingi dunyoninki tüzümleriga, sistemleriga qo'l silishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Ikkinchidan bu Sharq Turkistonliklardek bundaq zulm ostida qolgan ve hazır bu ırkı qirg'inchilik bilan ifoda qilyapmiz. Bu zulmga qarshi qarab turmaydiganligini. Tabii bu G'arb davlatlarda bununla qarshi chiqqanlarning xilma-xil ko'z qarashlari bo'lishi mumkin. Misalga ba'zilari vijdoniy va insoniy jihatdan qilgandi, ba'zilari abayman degan qimmat qarashlardan to'payli qarshi chiqayotgandi. Ba'zi davlatlar hamda o'zininki devletninki aşağı degan qimmat qarashlarini va xalqninki inkosiga qarab, undan keyin Xitoydek bir davlatni jahonning so'rab ketishiga qarshi ilib borgandi. Ammo neticede Xitoydek bir diktator davlatga bunday ruxsat bermaydiganligini ko'rsatdi. Bu 21. asrga kirib 20 yil o'tgandan keyin bir yeni buruluş deb ko'raman. Çünkü bu soğuk jangni bizga hatırlatyapti. Hergiz bunday o'zining qabul qilolmaydigan insanlık qilibidan chiqib ketgan va xohlagancha dunyoga qo'l selib veya xohlagancha dunyoninki tuzumlarini o'zgartib, o'zining xohlagancha shaklda dunyoga shakl beradigan bunday nimalarga ruxsat bermaydiganligini ko'rsatgan bo'ldi. 20 yil 50 yildan keyin mushu 2018 hozirgi 2021gacha bo'lgan jarayonni mencha tarixchilar shunday yaxshi yezib chiqdi va g'arbliklar bu xil diktatorlik davlatlarga qarshi qanday faoliyat ilib borgan bütün jarayonda bo'layotgan hamma qadamlarni yozdi deb o'ylayman. Buning ichida hamda mo'yin bir yo'l yozgan tash deyli, yo'l taşı deyli birisi shu Uyg'ur meselesi bo'ladi va 21. asrda dunyoninki insonlik g'ururini qo'g'daydigan va bu Müslüman dünyasının meselesiga aylangan ve Xitoydek diktatorni qo'li putini bog'laydigan yechuvimizda jiqtamizmi qildigan bir cho'ng omil shu Uyg'ur meselesi bo'lib 20-50 yildan keyin yezilib chiqadi deb o'ylayman. Tolqin Aysa efendi siz abaytın deb ketgandek, endi bu albatta Yevropa ittifoqining 89 yili yana. Temin vaqasidan keyin Xitoyni tunji qitim jazolash bo'lib hisoblanadi. Endi bu qitimga jazoda albatta bu Abdumrayonlik partikomning raisi Chen Chuangoni bu tizimga kirgazmagan, ya'ni jazolanmadi bu. Gerçi Amerika o'tgan yili kuzda e'lon qilgan jazosida Chen Chuango birinchi bo'lib belgilangan bo'lsa, ammo Yevropa birligining
Avrupa İttifaqının bu tizimligide u yo'q. Sizningcha bu nima sababdan uning ismi bundan kirgizilmagandi? Bunun nima sebepten bo'lganligiga hozir kesib bir narsa deyish qiyin. Bunga nisbatan bizmi munosabatli yerlardan buni bilishga tirishyapmiz, ammo balkim bu yerda aslida bu Uyg'urlarga yapayotgan irqiy qirg'inchilik, bu zulmning bosh planlovchisi Xi Jinping. Biz hatto ko'ngil istaydiki Xi Jinping buning ichida bo'lishi kerak va uning aniki bevosita ijro qiluvchisi Chingchengo, Sharq Turkistonda. Aslida bu ikkisi bosh jinoyatchi. Hem de keyingi vaqtlarda bu Juhaylun'ның muşununki asasi teorilerini yazıp çıkan, muşunu nima icra qilishga kirishgan, muşunun fikirleri asas bo'lgan degan narsalar matbuotlarda va pash bo'lib qolgan materiallarda bor. Balkim hem de Avrupa İttifaqı karar bergan vaqtimizda bu davlatlar albatta hayajon bilan bermaydi. Paktlarga asoslangan gap ya Chingchengo, Xi Jinping bular usta qaqvaşlar bo'lganligi uchun materiallarni bularning qo'liga yetarli darajada shu materiallar tushmagan bo'lishi mumkin va yoki yanıla Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda biroz nazokatni ko'rsatish orqali, chunki bular Xitoy Politbyurosining a'zosi, Xitoy nimasining a'zosi. Shunda bo'lgach bek yuqori yerlarga cheqilish orqali, chunki Yevropa Birligi bilan Xitoy o'tirsida o'zaro mablag' selish to'xtami yaqinda imzalangan dastlabki bosqichda, balki mushunga yanıla bir umid bilan bog'lab qo'yish nuqtasi bilan qilgan bo'lishi mumkin, ammo buning tafsiloti haqida bu faqat bizning farazlarimiz bu haqda balki oldimizgi kunlarda bilalaymiz. Mushunda sabablarmi rol o'ynagan bo'lishi mumkin, ammo shunga biz ishimiz balkim Chingchengo bu jinoyatni qechib qutlanmaydi, chunki bu narsaning boshlangandan keyin bu texmo inişkilab tekshirilishlarga texmi ko'p manbalar asosida tekshirishlar elib berishga to'g'ri kelgan vaqtning o'zida buning jinoyati oshkorlandi va Xitoy Yevropa bilan Xitoy o'tirsa bo'layotgan bu mablag' silish to'xtamining oqibati qanday bo'ladi? Bu mu ayrı bir muzokara qilingan bir tema deb o'ylayman. Shu yerlarga borgan vaqtingiz balkim ikkinchi, uchinchi ya balkim ikkinchi, uchinchi qadamlarda, birinchi qadamlarda biroz uningdan to'g'riroq bo'lgan insonlarga berish orqali Xitoy bilan nima qizishgan vaqtlarda balkim ba'zi muhim adamlarni ikkinchi bosqichga ep qo'ygan bo'lishi mumkin. Qadam bosqichi bilan. Chunki buning oxiri keldi deb doktor Erkin Akram degandek bu dastlabki bosqich, buning oxiri bor deb o'ylayman men. Erkin apandi, bu Amerikaning tashqi ishlar ministri bilan Amerika davlat bexatarlik, xavfsizlik, ya'ni oliy maslahatchisi ikkisi o'tgan payshanba juma kuni 18-19 yillarda Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Xitoyning oliy diplomati Yang Jiechi bilan Amerikaning Alaska shtatida 2 kun yig'in ochgan, ko'rishgan bo'ldi. Uningdan burun, ya'ni o'tgan yili 6-oyning 17-kuni Amerika sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan Yang Jiechi Hawaiida ko'rishgan. U chaqda ko'rishgan chaqda Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo bu Xitoylar hech qanday masalada keyniga dojmidi, yana o'xshash gapni qilib o'tirdi deb uning bilan birdam ko'rishib bilan uni tugatgan. O yig'inning hech qanday natijasi bo'lmadi. O'tgan payshanba jumadagi 2 kunlik yig'inning boshlanishi bilan Xitoy diplomatlari yig'inning qoidasini buzib 2 minut ichilish nutqining o'rniga bir muncha hikoya so'zlab Amerikani ayblab o'z cho'ngchilik qilgan bo'ldi. Ba'zi matbuotlarda hamda analizchilarning bildirishicha Amerika bu Xitoyga yo'l qo'yib, hamda bu Xitoy Amerikaga ishlab tortadiganға bir sakna tayyorlagandek bo'lib qoldi. Amerika ojiz ko'rinib qoldi bu yerda degan bo'ldi. Ammo dushanba kuni mana Amerika boshliq g'arb ellar birlikda Xitoy hukumatining bo'libmi Uyg'ur rayonidagi bu jinoyat ilib borgan bu hukumat arboblarga jazo qo'ydi. Sizningcha o'tgan haftaki Xitoy hukumatining o yo'g'onchiligi, Xitoy diplomatlarining bu dushanba kuniki bu Xitoy amaldorlarini jazolashda bir muhim rol o'ynadi deb qaramsiz? Bence muhim rollarının biri deb o'ylayman. Yani sebeplerinin biri deb o'ylayman. Çünkü o Alaska'daki görüşüşte Xitoyning tomosini tutib yiqish uchun buni bir tirishmoqda. Başta Japonya, Janubiy Koreya, ondan keyin bu mudofaa ministri Hindistonga berib, o Asya Tinch okeanida bir kuchni shakllantirgili bo'lamdi degan bir masalani hal qilib, ondan keyin Xitoy bilan o'tirib gap qildi.
Xitoy har doim qilgan o tavrını, o qattiq Amerikaning gapiga kirmaymiz, Amerika bizni boshqaramaydi degandek qattiq qo'lliq siyosatni ilib bordiganligini kim bu ikki amaldor, ya'ni Amerikaning ikki amaldor, uni biz bilatdik, biz mush maqsad bilan keldik, maqsadimizga erishdik deb tushundi. Aslida buni taxmin qilish bek tez emasdi. Ama mushu qitim bir yaxshiroq bir gap qilishib, bir yaxshi bir yo'lni tepib, hamkorlik yo'lini tepib bir ish qila olamizmi deb uni ko'ramadim. Amerika ko'ramadi. Shuningga bu dushanba kundagi e'lon qilgan bu xabarlar, bu planlar aslida tuyuqsizlar yakshanba kunilar qo'poplar tayyorlagan narsa emas. Bu degan necha oy planlaydi buni. Shuningga bu Amerika agarda buni qolgan davlatlar bilan birlikda buni qo'shilib kelgan bo'lsa, Xitoyningki ashundaq tavri bilan munosabati bor deb o'ylayman. Bu tavr yolg'izla bugun emas, 2016da başlayan qattiq chiqishi, o prezident Obama vaqtida Amerikaga qattiq chiqyotdi. Ya'ni yangi narsa emas, Amerika bilib turyotdi. Ammo shunda bo'lsa-ma Xitoyni yana shu xalqaro tuzumga, xalqaro siyosiy qoidalarga bo'ysundirib qila olamizmi deb, ya'ni bir umidi bor. Ama bu ko'rishish bilan birlikda balki hozirgi Amerika hukumati o umidimi azaldı deb o'ylaymiz. O'ylayman hamda chunki hozirgi hukumatningki bir tushunchasi shu, ya'ni Xitoyga qarshi taqobil turish uchun birinchisi Amerika o'zi ichki ishlarni hal qilish va Amerika kuchli bo'lish lozim. İkincisi shu Xitoyga qarshi ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlik qilish. Uchinchisi bo'lsa shu xalqaro tuzumga, xalqaro sistemga Xitoyni bo'ysundirish va Xitoyni normaliy bir davlat holiga akilish, ya'ni diktator va kelgusida bir Hitlerdek boshqarayotgan bir davlatga aylanmasin deb o'ylaydim. Hozirgi qaragan chaqda hamda bu Xitoyni tekrar shu xalqaro tuzumga akirish biroz qiyin. Undaqda o abayman degandek ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlik qilish to'g'ri kelyotdi va bu daqi shu dushanba kundagi e'lon qilgan va bu hamkorlik ishbirligini bence shu bu ikkinchi degan o siyosatining bir ijroti deb ko'raman. Tolg'an hisob bende bu Xitoy hukumati va Amerika boshchiligidagi g'arb ellari, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada qatorliq davlatlar Xitoy amaldorlariga Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilik sababidan jazo qo'ygandan keyin Xitoy hukumati o'zining jazosini e'lon qildi. E'lon qilgani asosan shu viza bermaslik. Buningda hamda masalan Yevropa parlamentki Xitoy komitetining raisi Reinhard Bütikofer efendi. Onun dışında masalan shu Uyg'ur masalasini ko'tarib chiqqan eng chong tadqiqotchi Adrian Zanz. Undan keyin yana Yevropadagi aql ambarlari degandek Yevropa parlamentki yana bir qancha kuchli parlament a'zolariga jazo qo'ygan bo'ldi. Sizning Xitoy hukumatining bu muhim shaxslarga jazo qo'yishi, muhim aql ambarlarga, hatto bilishimizcha u aql ambar ishlaydigan ba'zi tadqiqotchilar hatto Xitoyga istoshlik qilgan ba'zi tadqiqotchilar mesh. Shun bunda bir sharoitda sizningcha Xitoyning ularga jazo qo'yishi Xitoyning o'ziga foydalimi yoki Yevropa ittifoqining texnik kuchlanib, texnik keskin holda Xitoyga qarshi turishi, hatto siz ilgari deb o'tib ketgandek Yevropa bilan Xitoy orasidagi bu mablag' selish kelishimining oxirgi hisobda bekor bo'lishiga sababchi bo'ladimi? Bu Xitoy hukumati bu masalaga kelgan vaqtimizda yüzü biraz nima deymiz, temtirashchilik qilib qoldi. Amerika bilan bo'lgan savdo urushlarida bo'lsin, Amerika bilan bo'lgan munosabatlarda bo'lsin, 2018-yillardan boshlab qattiq bir krizning ichiga kirgandan keyin Xitoyning keyingi vaqtlarda Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish orqali hatto Amerikaga savdoda va yoki ma'qul demagan nuqtalarga Yevropa bilan bo'lgan o'tganki Merkellar bilan Macron bilan bo'lgan suhbatlarda ma'qul degan. Bu orqali Amerikaning o'zining ittifoqdoshlari bilan manfaat bedeliga ayirib etmoqchi bo'lgan bir strategiya qilgan Xitoy. Shuni tirishgan endi. Uning uchun ama bu yoqni tuyuqsizlam
Avrupa İttifakı'nın mı? Çünkü Xitayning yana bir o'yligini Avrupa İttifakı 27 davlat bo'lgan ekan. Bu 27 bu Avrupa İttifakı'nın Xitoyga qarata yoki har qanday bir masalada qaror elish uchun 27 davlatning hammasi birdek ma'qul deyish kerak. Ya'ni bir davlatning veto qilish haqqi bo'lgan gap. Agar bir davlat 26 davlat ma'qul deb bir davlat yo'q desa bo'lmaydigan gap bu narsa. Xitoy uning uchun tirishdi. Mesela bir kısım Şarkı Avrupa devletlerinin Vengriye'ye okşaydıgan, Bulgariye'ye okşaydıgan devletlerde hali tesiri var. Bu devletlerini özü monopolluğa iqtisadi menfaat beriş arkalık demek Avrupa ittifakıda ortak bir fikir birliği ekilip bundak bir Amerika'ya okşaydıgan bir karar ağılış test deydigan xiyallarını mıkan buluşu mümkün. Ama oylamağa yerden bütün Avrupa devletleri Xitay bilen yahu deyişken bolsun, karşı tuğan bolsun, bütün hemisi ortak fikir birliği gelip Amerika bilen, Kanada bilen birlikte, Angliya bilen hatta birlikte bu kararını ağallığı Xitay hükümetine hakikaten temtirtip koydu. İnsan temtirge vaktinin üzerinde tuyuksuz bir narsa qanchaq huduq qilib xato qildigan gap. Xitoy shuning bilan darhol Avrupa parlament a'zolarini, tadqiqotchilarni va tadqiqot qurilishlarga jazo e'lon qildi. Bu endi Xitoy uchun besh tugamaydigan bir baloga sabab bo'ldi. Masalan, Germaniyaning va dunyoning eng chong aqllar ambiri bo'lgan Merkel degan bu endi chong bir tadqiqot markazi. Buning ichida hatto Xitoyga istashlik qiladigan, Xitoyning tarafini tutadigan mushundoq bir tadqiqotchilar bor. Biz mi bilimiz bularni? Ama mushlarning bir jazo e'lon qilganligining o'zi hozir bugun to'nigini yoq ko'ryapmiz. Nurg'unlagan tadqiqotchilarni mi? Yalnız hozir siyosiylarni ham emas, nurg'unlagan Yevropadagi, dunyodagi tadqiqotchilarning mi Xitoyga nisbatan bir hem hayron qilish, hem g'azab, nafratini qo'zg'agan bir avval bo'ldi. Bu endi demakchi o'g'limiz bu mu Xitoyning abdi beshirisi? Asli Xitoyning abdi beshirisini biz bilgandek her nurg'unlagan tadqiqotchilar biz bilgandek bilmaydi. Chunki bu ba'zida biz her zaman deyip keleglik. Biz bunu yaşagan, biz ya tug'ilgan bo'lganligimiz uchun ayrı bir mesele ekan. Kitobdan o'rganish, tadqiq qilish orqali uning haqiqiy mohiyatini bilishda to'liq yetkili bo'lmaydigan gap ekan. Demak, Xitoyning bu ustunlik bilan, muloyimlik bilan va yoki har xil taktikalar bilan dunyoni, g'arb dunyosini aldab kelganlik bir nimasini biz deb kelgan. Ama bu mesele kelgancha bizde emili tecrübesi bo'lmag'achqa, bular bu mesele kelgancha aldangan yerler ko'p bo'lgan. Endi mana bu shundaqlam bir Xitoy hukumatiga bir jazo e'lon qildi. Xitoy hukumati darhollan sen birini qilsang men 10ni qila olayman, sen birini qilsang men 2ni qila olayman deb chiqish yaptı, onun qarshi hujum qildi. Bu orqali Xitoyning haqiqiy bir intiqom elish xarakterlik intiqom. Chunki g'arb dunyosi bu qarorni olgan vaqtda jiq o'ylanish orqali qo'lida jiq paketlar bor bu yerda. Nurg'unlagan nimaga tayangan. Oldirab olgan emas, balkim shu tadqiqot shu besimga uchrayotgan shu tadqiqot markazlarining fikrini so'ragan bo'lishi mumkin har xil shakldagi. Ammo Xitoy bu yerda hech qanday bir nimaga tayanmaylar, darhollam buni bir intiqom elish, o'ch elish xarakterlik bir siyosiy qaror bo'lganliklarini uch qachqas ifodalab berdi. Bu mu mayli g'arb davlatlaridagi Yevropaning uyqusini etish nuqtai nazaridan bo'lsin va bir qatimliq yüzünü qaytadan tekshirish nuqtai nazaridan bo'lsin va hatto Xitoyni mayli mudofaa qiladigan va yoki o'zini tarafsiz deb qaraydigan ilm ahlilari, tadqiqotchilar nuqtai nazaridan bo'lsin, Xitoyning qanchalik bir xatarlik va Xitoyning vaqt kelib qolsa, hech qanday bir chegara va yoki qoida va hech qanday narsa to'nimasdan üç alalaydiganlıktan ibaret bir hakimiyet bo'lganligini ko'rsatib berdi. Bu endi degandagidek Xitoy bilan Yevropa ittifoqi oldida tuzilgan va nurg'unlagan insonlarni, hatto Yevropa ittifoqidagi nurg'un davlatlarmi bunun qarshi chiqqan, fikr birlik kelamagan bu masalada. Bu nuqtaga kelgan vaqtimizda hamda Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'tirsida tuzilgan bu yoki tuzilmoqchi bo'lgan bu to'xtamninki so'g'ishilishligining bir beshorati deb qarayman men. Chunki buning da Yevropa parlamentining parlament a'zolari, inson huquqlari komitetining, hatto Xitoy Yevropa parlamentlar hay'atining boshlig'i Butikoferdek odamlar bor. Shularni bu qartizimlikka qo'yganlikning o'zi Yevropa parlamentidagi parlament a'zolarini, har qaysi siyosiy partiyalar bor, har qaysi davlatlarning parlament a'zolari bor hatto. Bularning hammasini qattiq bir cho'chitdi va bularning Xitoyga bo'lgan bir umidsizligini keltirib chiqadi. Shuning bu jihatda Xitoy cho'ng bir ko'z chiqarib berdi deb o'ylayman men. Erkin apandi bu
Avrupa İttifakı 27 devlet, Amerika, Angliya, Kanada 3 devlet, cemi 30 devlet bir günden işte Xitoy bunda jazo e'lon qilishi hamda haqiqatan Tiananmen qirg'inchiligi, yana 89-yildagi qirg'inchilikdan keyin tunji qitim bo'lishi. Hamda bu qitim bo'lgandimi, faqatla Uyg'ur masalasi sababidan Xitoyni jazolagan bo'ldi. 1989-yili G'arb ellari birlikda Xitoyni jazolagan chaqda Xitoy hukumati u chaqda hech qanday G'arb elliga hech qanday bir amaldor yoki shirkat yoki aqlambarga qarshi bir jazo e'lon qilgani yo'q u chaqda. Bugungi kunda Xitoy hukumati o'ziga ishinib, garchi Dolqin Aysabandi degandek o'ch elish maqsadida bo'lsin, Amerika, Yevropadagi hukumat amaldorlari va institutlarga jazo e'lon qilgan bo'ldi. Sizningcha hozir bu Xitoy hukumatining birga bir mushunda qilishi bu Amerika boshqa G'arb ellarining Xitoy bilan bo'lgan munosabatning texmi jiriklishning ifodasimi va yoki yana bir tarafdan Amerika bilan G'arb ellarining bu biraqlam Xitoyga qarshi turishi Xitoy hukumati garchi har zaman o'zini xuddi bundoq bir jazoga tik tura olmaydigandek, qo'rqmaydigandek ko'rinsimi, hozir Xitoyning masalan paychak bozorining mollaqatganligi, yuanning tushib ketganligi bu sababidan bu aniq turibdi. Sizningcha bu qanday tushunsak bo'ldi? Xitoy shu yaqinqi 10 yilda bo'libmi, shu Shi Jinpingningki hokimiyat beshik kelgandan beri dunyoga bo'lgan bir ko'z qarashlarningki bir xatolikdan tufayli shunday bo'lyotdi deb ko'raman. Birinchisi bularningki bir aniqlashi G'arb tugaydi, Sharq kuchlandi. Sharq bo'lsa Xitoy markazlik bir Osiyo bo'ladi deb, mushtaq bo'ladi deb tushungan. Ya'ni bo'ldi shaklida tushundi. Chunki bir G'arbning cho'kishi va yo yo'qolib ketishi undaq mo'ljallash oson bo'lmaydi. Misoliga Osmanlı davlatimi 18-asrning oxirlarida cho'kidi, yo'qaydi dedi, ammo 20-asrning beshigacha yashadi. Misoliga Sharqiy Roma davlatimi cho'kidi, tugaydi dedi, 1240 yil yashadi. Ya'ni shuningga cho'kib ketadi desizlar, cho'kib ketadigan bir ish yo'q. Hamda G'arb davlatlarga diqqat qiladigan bo'lsak, bugungi dunyoninki mayli siyosiy, iqtisodiy, tijorat, texnologiya, ilm, san'at, falsafa degan hammasi yana G'arbda u yerdan yo'qolib ketgani yo'q. Ammo Xitoy shunday qaraydi. Ikkinchisi, biz Xitoy kuchlandik. Biz shu 100 yil avval shu Jahongir davlatlarininki bisimiga va shunda bozak qilishiga uchirdik. Hamda kuchlandik, hamda qarshi chiqsak bo'ldi deb Dolqin apandimning deganligi intiqom degan tuyg'usi bu kuchlik. Uchinchi bir sabab bo'lsa bu 2006dan beri Xitoy biz cho'ng davlat bo'lamiz, Jahongir davlat bo'lamiz deydigan gap so'z bo'lg'ashqa butun dunyoda shu keyingi 500 yilda 9 davlatninki qanday yuksalib, qanday cho'kib ketishini film qilib ishlagan va shu vaqtida Hu Jintaoning vaqti shu vaqtlarda Xitoy amaldorlari shu masalani o'rganishga tirishgan va bu jamiyatga bundaq bir uchur bagashga yoki jamiyatni shu maqsad bilan tarbiyalashga, ya'ni demoqchi bo'lganim, jamiyatdimi Xitoy kuchlandigo, nima uchun bu Jahongir davlatlarga qarshi bunda bir jasorat bo'lmaydi deydigan bir bisimi bor. Shuningga bu shu sababdan tufayli shu nimaga g'arbliklarga qarshi chiqimiz deydi. Bunun yanında yana bir narsa bor. Amerika bilan Yaponiya arasında 1980-90 yılının beshigacha shunday tijoriy jadda bir urushlar bo'lgan hamda savdo urushi. U vaqtida Yaponiya Amerikaningki taklifiga va bismiga ma'qul dedi. Shuning bilan Yaponiya hozirgacha tiz taraqqiyot qilamadi. Ya'ni tuz bir taraqqiyot bor. Hozirgi ba'zi Xitoylar deydi, biz agarda Amerikaningki shu bismga bo'ysunsak, mana Yaponiyada ko'p qolamiz. Shuningga qattiq chiqish lozim deydi. Hamda qattiq chiqish uchun seninki kuching bo'lish lozim. Xitoy deydi, hozir mening iqtisodiy kuchim bor. Bir mezgildanki Amerikani eshib ketaman. Bunda cho'ng nüfus, bunda cho'ng bir davlat Amerikani eshib ketishi normal, ya'ni bu iqtisodninki cho'ng kichiklik bilan selishtirganda.
Ama iqtisodninki bir süpet degan bir mesele var. Ondan keyin devletning tapovatini xalqiga har bir xalq beshig'i chashgan vaqtida qanchalik pul tutadi degan masalalar bor. Ama Xitoyni shunday hisoblagan chog'da xalqiga chashgan vaqtida o tuzukroq bir pulimi bo'lmaydi. 80-nechinchi devlet bo'ladi. Ama deydi biz devlet güçlük bo'lgandan keyin bo'ladi deydi. Bu iqtisod kuchi bilan harbiy kuchni nima kuchlantirdi. Bu iqtisod va harbiy kuchi bilan nurg'un devletlarni yeniga alalagan bo'ldi. Çünkü menfaatni tekkizgandan keyin ularni yeniga kelyapti. Shu masalalarga bek ishinyapti hozir Xitoy. Fakat şu Xitoy bütün shu dünyadaki 160 devletni yeniga asıma ebeki deyilgen 30 devlet bile teng bolamaydı. Bunu bir umdan biliş lazım. Bu xalqaro munosabatda kuch ve akıl meselesi. Kuchni aqlni kuchga yardım qilib o'ynaydigan o'yin. Ama Xitoyninki reisi ve Xitoyning reisininki maslahatchilardek ashunaq odamlar bence Xitoy hokimiyatiga xato bir göz qarash berdi ve g'arblik bilan urushib so'qishib yengib olamiz degan bir tushda. Agarda 89da bo'lgandek Deng Xiaoping bo'lgan bo'lsa, yana g'arbliklarni yatıştırıp, yana g'arbliklarni aldab, yana o'zining ishini o'ngshab qila oladi. Bence Xi Jinping bu reis hamda Deng Xiaoping degidek vaqtidagidek g'arblar bilan bunda o'ngshab ma'maydi deb o'ylayman. Yani g'arb bilan bo'lgan bu jiriklik endi başladı. Bu yanıla en az deganda bir 20 yıl shunday devam qiladi deb o'ylayman. Dolqunay sahab bende bu Amerika Tashqi ishlar ministri Anthony Blinken bilan Amerikaning davlat xavfsizlik maslahatchisi Jake Sullivan bu Xitoyning ishki diplomati bilan Alaskada ko'rishishdan burun sizlar alohida bir xat yozib o'zingizning bir qancha arzu umidlarni o'tirib qo'ygan bo'ldinglar. Sizningcha shu dushanba kuni Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari, Yevropa ittifoqi bo'lsin, Angliya, Kanada bo'lsin, bu Xitoy bu jazolarni e'lon qilishi sizlar arzu qilgan xatda yozgandek shu arzu qilgandek narsalar vujudga chiqdi deb qaramsiz? Biz endi o xatimizde elbette bir 5 noktani eskertip bir talep xat evetken ama o yığını bu yukarı Tashqi ishlar ministerliklerinin bu uçuruşida o fikirler oturup koyulduğun dereceye bağmaylam yığın ahırlaşıp gitti. Ama hiç bulmasa çünkü yığının başlanışıdan Uygur meselesi, Hong Kong meselesi bu meselenin mühim temisi boğallığı Amerika bu noktaga sükut kılanmaydıganlığı, itibarsız muamele kılanmaydıganlığı fikrini oturup atkan deyin ki demek ki bizden oturup koygan noktamız 5 konkretli meselelerdi. Ama bunu Blinken efendim Uygur meselesini umumi nokta nazarından oturup attı. Hem de eğer bu sohbet Xitay noçılık kılmayı veya da yüzününki tüm persini içivetmeyi devam kılan olsa belki biz diyen noktalar oturup koyuluşu mümkündü. Ama o dereceye bağmayla Xitay yüzünün hepsi beşirisine aşkarıldı. Amerika mı Xitay'nın maksadını tekim yeni bir kadem çöndi. Şunda kılıp soğuk bir ahırlaştı. Ama bizden arzu kılan dünya kurultayı olsun, Uygurlar olsun arzu kılan nokta aşağıda Uygur meselesinin muşu katımlık sohbetinin mühim bir temisi bulup kattık oturup koyuluştu. Bu nokta nazardan bizden arzuyumuz ya da amelge açtı dep oylayım. Erkin efendi, hem de bu Amerika bilen Xitoyning bo'lgan munosabatda albatta bu yangi chiqqan hukumatni ba'zilar balki Xitoyga yumshoqroq turdi degan bo'lsa, ammo o'tgan payshanba jumadagi Alaskada bo'lgan yig'inda ko'rdik bu undoq bo'lmaydiganligini. Undan sirt yana Amerikaning Oqsaroy bayonotchisi Jen Psaki xonimi u faqatlam tunji qitimliq ayrim bir yig'in u ko'rishish. Bundan keyin yana unda bir yig'inlarning jiddiy tez pat yaqinda chaqirilgan to'g'risida uning aniq bir birimi demadi. Albatta u yig'in hamda Xitoy o'zining nochiligi yoki po'chiligi bilan oxirlashgan bo'lsa, Amerika o'zining maydonini chiroyli bildirib. Dushanba kuni Amerika boshlig'i g'arb davlatlarining Xitoy hukumatining yana Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik sababini ularga jazo e'lon qilgan bo'lsa, bunda bir vaziyatda
Xitoy hukumati sizningcha bu Uyg'ur masalasi hamda bunda bir darajaga bordi deb, ya'ni bu G'arb bilan bo'lgan munosabat bu asosan Uyg'ur masalasi sababidan sug'uchilishdi deb o'ylaganmi Uyg'urlarni 2017da tutib solab, Uyg'urlarga qarata shu insoniyat qarshi jinoyatlarni yurgizgan vaqtida? Bence Xitoy Uyg'urlarga sal qaradı. Yani Şarkı Türkistan'daki bazı Uyg'urlarga qarabla bu Uyg'urga qarshi jugash qo'ydak va aql bilimi yo'q deb o'yladi deb o'ylayman bu. İkincisi Uyg'urlar chet elda mundaq bir siyosiy kuch, ya'ni xalqaro siyosiy sahnada bir siyosiy kuch deb o'tirib chiqamaydi. Buning bu yoqdagi bir kuch deb qoladi deb ashuna o'yladi deb o'ylayman. Çünkü bu 2001'den şu hazırgacha nurg'un Xitoy tadqiqotchilarining yozgan narsalarni o'qib kelyapman. Bu yerdagi shu ko'z qarashlar biraz kamsitish va ko'zgilmaslik bor. Misolga bir vaqtlarda Isabek agarda tugab ketsa, o da'vo tugaydi deb o'ylagan. Ama uning davomi tugmaganini ko'rdim. Shuning bilan bu Rabia xonimninki vaqtidami, yani bu Rabia Hanım şundak tüygendiğin ki, şundak şıkırgandiğin ki tüyeydi deb. Ama bazı Xitaylar maqallardı mı yazgan, yani Rabia Kadir'den ki namda Dolqun İsa eğer de çıkıp kalsa, o şundak Ürümçi'den başlap Türkiye'ye geçip şundak teşkilatta teşkil kılıp adamlarını jığıp kılgan, onun ki teşkilçilik cette bir kabiliyeti var deb, bunda düşündügenler var. Yani Dolqun İsa'dın kin bu dikkat kılış lazım diyen Xitaylar var. Ama umumi cette bunlar bir çoğun iş kılamaydı. Çünkü biz çoğun devlet, bizim gibimiz ötüdü. Nurgun devletler bizge yakındı. Biz ne desek şu diyen bir köz karaş var. Biz köz karaşını doğru hata dep ölçsek mi doğru olmaydı aslında. Yani o aşına oylaydı hem de. Aşına oylagandan keyin aşına iş kıldı hem de. Aşı oy bile iş kıldı hem de. Şununla Xitay bence Uygurlarını, chet eldeki Uygurlarını ahvallarga qarab bir hata mölçerledi. İkincisi xalqaro, yani bu G'arb devletler özününki qimmat qarashlari. İnsan hakları, demokrasi, teng baravar, ifade ve matbuat erkinligi degandek, muhitni qo'g'dash degandek, mujda qimmat qarashlarga pek ahamiyat bermedi. Hem karşı çıktı, hem ahamiyat vermedi. Bu qimmat qarashni kamsitib veya töven kögeçke Uygur meselesini bununla çetip bilişini oylamadi bular. Şununla bu xalqaro vaziyatning o'zgarishilar Uygur meselesinin yükseldiganligini mi oylayamadı ve şundaqla yana bir muhim narsani oylayamadı deyman. Xitoy devletinin yükselgen siri Uygur meselesi mi onunla egişip yükseldiganini mi oylamadı. Çünkü güçlük devlet bo'lgandan keyin hamma nimani hal qilib o'tamiz deb oyladı deb bir hata oylash deb Xitoyningki bir hata oylashdan hata bir siyosetni ilib bir bağınını oylayman. Bo'libmi misolga shu Sharq Turkistonda lagerni ilib bormiz degan vaqtlarda misolga chet eldan besim kelgan chog'da nimada qanday qilamiz desa, ular g'ingshib qo'ydi, shuning bilan jim bo'lib ketdi deydi. Ya'ni G'arb davlatlarini g'ingshib qo'yish deb ko'ryapti. Bunda emas, bununki cho'nqur va keng ma'nolari var. Çünkü Xitoy xalqninki qimmat qarashlariga hurmat qilmag'achqa onun nim bo'lganligini o'rganmaydi. Çünkü bir adam bir narsani yaxshi ko'rmasa, uni o'rganishga ehtiyoj tuyulmaydi. Bo'libmi Xi Jinpingdek shunda o'tir maktabni aran tugatgan madaniy inqilobda. Ondan keyingi o'rganishlar aran ashunda bir diploma ilish uchun o'rgangan bir o'rganishlar. Bu kalla bilan bu 21. asrni murakkab bir dunyoni boshqara oladigan hali yo'q. Ama muşlarını kabul kılmayıvadı da hem de biz en noci de. Aşı küçükke işinip onundaki abey diyen Türkçe'de mağdur edebiyatı ben mağdur kalgan, ben bozek boğan. Şunun bazı ben neymiş kısam şu doğru boludu de. Bu Xitayla deydi o zıbıydan zızdağa yükseldi de. Şunun bu Xitay'ın ki hazırki hakimiyetinin kalısı bozuk. Kalısı kaylamkan. Hazırki dünyanın terakkiyetini başkura alaydıgan ve maslışıp işkilalaydıgan halde emez. O kembeğel devletlerin yeniği jığvagan bile ular vakti saati kelse işki yarmaydı. Bular 71'de şu Birleşken Devletler Teşkilatı'na azap olgan çağda
Aşına kembegal devletler kollap koysa ras aşında nime muşu kembegal devletlerle iş kılıp olduk ya da oylaydı. Toğra san sıfır cetten bu bir işki yaraydı ama güç siliştirişte bu yetmeydi. Amerika devleti özününki milli menfaati var. Birincisi Amerika'nınki hazırki xavfsizlik cetten mevcudiyeti. İkincisi halkınınki yaşaşı. Üçüncüsü insan hakları ve demokrasini kabul kılış ve bunu yiyiş. Amerika özününki muşu meselede yani milli menfaat cetten katiyen onunla taviz vermeydendi. Bu sebepten tüpeyli kaysı parti olsun, her iki partinin ki ideyası okşumasına, birisi liberalist olsun, birisi realist olsun, birisi demokrat, birisi cumhuriyetçi olsun. Ama ulanın ebekmen diyen Amerika'nın ki milli menfaatini icra kılışında uyada hiç kim nimkumaydı, tereddüt kımaydı. Şukum icra kıldı. Fakat uslup okşumaydı. Uslup okşumaslıktan tüpeyli belki o Biden hükümetine aşında yumuşak davrandı, Xitay bozak gidiyordu ama bazen yumuşak güç diyen bir nesimi var. Yumuşak güçlüğüme katık güçünü yeniyordu da Xitay bununla pek işinde bilimiz. Şununla bu biz bir devletinin ki bir siyasetiye kargancağda çokum başta onun ki milli menfaatine karaş ve bu milli menfaatini icra kılış cette partiyle, hükümetle belki uslup cette okşumaydı. Jığıp kelgen çağda Amerika'nın ki ebeki mevcudiyet yani xavfsizlik cetteki mevcudiyetke Xitay meydan okuşuk başladı. Amerika bununla katiyen bu ruhsat vermeydi. İkincisi şu iktisat cetten, ticaret cetten, pul muamelesi cetten Xitay Amerika'ya meydan okuvadı. Misalga IMF'ye karşı BRICS degan teşkilatta bir nime kuruldu. Banka kurdu. Misalga Asya asas kuruluşlarga meblag selish bankası var. Ama Amerika'nınki Asya Terakkiyat Bankası'na karşı. Hatta şu Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın içinde banka kuruştırışıvatıdı, Rusya olmayıvatıdı. Yani Amerika'nınki dünyadaki finans cetteki yani pul muamelesi cetteki tüzüm ve hakimiyetteki meydan okuvatıdı. Her cetten bir meydan okuş boğaşka Amerika'nın ki halkının bayaşat yaşaş digen, ebeki digen nişanıma meydan okudu digen gap. Bunu Trump hükümeti pek çakaladı. Şununla bu hıl yerden bir meydan okuş geldi ki Amerika kaysı hükümet keskesin hemisi orta Xitayga karşı çıkıdı. Yalnızla uslup cette okuşmaydı da oylayman. Dolqun Aysa efendi. Bu Xitayning tashqi ishlar ministri Wang Yi 25-yilda Turkiyani ziyorat qilmoqchi. Shuning bunda bir vaqtda siz Dunyo Uyg'ur qultining raisi bo'lish sifatingiz bilan yana Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga xuddi Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga o'xshash xat yozib, shu Amerikadan arzu qilgan shu narsalarni Turkiya hukumatining Xitay tashqi ishlar ministrining oldiga qo'yishini arzu qilamsiz? Elbette endi biz Türkiye'deki hükümet erbapları bilen olsun her xil yollar bilen bizning qayg'ularimizni Uyg'ur xalqining Sharq Turkiston xalqining bu ziyoratga nisbatan nayt ahamiyat berayotganligimizni her xil yollar bilen yetkazishga ifodalashtirishdik. Yakshanba kunisi bir televizyon kanalda çıktım ben. Yani şu sohbetler oldu. Biz arzularımızı ifade kıldık. Elbette Türkiye hazır mevcut şaraitlerde Amerika'ya okşaydıgan ve Avrupa İttifakı'na okşaydıgan bir meydan ifadeleri natayın. Biz onu mu Türkiye'de mi hazır şaraitimizi küssek biraz artık nas kütken bolumuz. Çünkü iktisadi sebepten ve başka sebeplerden ve mevcut yüzünün seliştirme siyasətlerden bundak bir set katlık bir çıkış kılamaydı ama en azından asasi kıymet karaştırı Uygurların milli kimlik meselesi. Mesela Xitay'ın Şarkı Türkistan'da yapırvatkanını erkek kırgıncılık veya milli kimlikke bir etnik kırgıncılık yapırvatıdı. Yani bunda çıkanca Türk erkeği mensup olan bir xalq bolğanlığımız için veya da bu yani bir yerde buluvatkan zulümün özü Uygur bulmaysan yerdeki Uygurlar bilen Türklerinin kırındaşlık
münasebetlerini mi çetkik vatıdı? Bunu mu yok kılışık tırışvatıdı? Uygur tilini, medeniyetini, yani bütün nimeni yok kılırsan ya Xitay bop yaşaysan ya ülüsen deydiğen bir siyasetini yürgüzvatıdı. Hatta Mahmut Kaşgır'ın heykellerini dağıtıp çıkıvetkenliklerini hatırlatış arkalık biz Türkiye hükümetinin bulup Taşkı İşler Ministri Çavuşoğlu'nun bu uçuruşlarda çokum bu meselelerini Uygur kimligiye ve Türk kimligiye buluvatkan medeniyetiga buluvatkan bir noktanı Türkiye'nin mi rencide kıvatkanlıklarını ve şu 4. ayda Ramazan yakınlap kiyotudu. Bu yerde insanların roz tutuş, dini itikat erkinlikleri meselelerinin takdiri şıravatkanlığı. En azından şu nazik meselelerini bozumu bu yalnız Uygurların alakadar kıldığın mesele emez. Bütün insaniyetini, Müslümanlıkını, İslam'ını alakadar kıldığın çünkü Türkiye hükümeti her zaman yüzüne İslam dünyasının bir lideri, mezlumlarının yanında bulduğun bir hakimiyet iktidar dep köstü bir vaktin üzde bunu hatırlatış arkalık hiç olmasa Wang Yi bilen köreşke vakti bu neslen otur koyuşunu biz otur koyduk ve şundakla bir kısım Türk vatandaşları var mesela. Ballarından ayrılık ketip kalgan. Hatta balları mı Türk vatandaşı bulup hazır 4-5 yılın yakın ailesi bir arada kilemevatkan ve Türkiye'de okuganlığı için balları atanları kampılar turvatkan insanlar var. Bunda hazır 95 günden artık vakit oldu. Aile nöbeti kim millet nöbeti özge anlaşıp Xitay elçikanlarının aldıda ruhsat kılmagan kim başka yerlerde namayış kıldı da hazırgıca 3 aydan açtı bu nesle. Muşlarının hemmisini yani Türkiye'de okuganlığı için atanlarının ki turmalar kirketkenligi, ceza lagerligi kirketkenligi xuddi Türkiye'ye bulunan bir hakaret. Xuddi Türkiye bir terörist yetiştirdiğin, Türkiye'nin üniversiteleri xuddi bir cinayet yetiştirdiğin bir üniversitelerde yani Türkiye kılmatka bir hakaret. Bu neslerini çıraylık bir şekilde Wang Yi'ye oturup koyuşu ve bunu Türkiye'nin bu meselenin çekilmesi gerekliliği nokta nazarda biz özümüzün karaşlarımızı, endişlerimizi oturup koyduk bu cihette. Ben bunu ifade kılımız ama onun çok neslerini hazır kılanmaydıgan neslerini oturup koysak bulmaydı. Onun başka şu cinayetçi anlaştırış toktamının mı suistimal kılınganlıklarını yani bir kısım hatırlattık. Bunu çokum bulunmaslık gerek. Çünkü Xitay'ın Türkiye'deki 1500 Uygur'a ihtiyacı yok. Çünkü 3 milyondan artık adam ceza lagerda maksat o yerdeki Uygurların ek arkalık Türkiye halkı bilen, Türkiye devleti bilen Uygurların münasebetini bozuş ve Uygurların ümidini Türkiye'ye kütüdüğün ümidini yok çıkarış. Çünkü biz Uygurlar her nersini yok attık ama fakat ümidimizni yok atmaganlığımız için tik ayak durup bir millet. Şununla Xitay'ın maksadı mı? Bu maksat yetiş. Şunun için yakın 1000 ya 100 ya 200 Uygur'unu ekitip Xitay için bir san emas o. Zaten cinayetçisi neçe milyon Uygur'unu halganca ya da bir taraf kıvatıdı. Şununla muşu noktalarının hatırlatışı arkalık Türkiye'nin bu meselede sezgir muamele kılışı lazımlığını biz eskerttik. Ahırkı sual Erkin Efendi. Bu hazır hem de Xitayning Tashqi ishlar ministri Wang Yi 25-yil Turkiyani ziyorat qilishi, ya'ni o'tgan juma 18-19 payshanba bilan juma ish kuni Wang Yi ham Yang Jiechining Amerika Tashqi ishlar ministri Tony Blinken bilan davlat xavfsizlik maslahatchisi Jake Sullivan bilan bir ko'rishib, aytib suhbat yaxshi degandek oxirlashmay ikki davlatning munosabati texmi jeriklashishiga sabab bo'lgan bir vaqtda. Hem de dushanba kuni Amerika boshliq g'arb ellari, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada qatorliq davlatlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarning Turk musulmon bo'lish sababidan Xitoy hukumati albatta irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat ilib beryapti. Abaydan Dolqon Efendi ko'rsatgan misollar o'xshash. Bunda bir vaqtda Wang Yi'ning Turkiyani ziyorat qilishi, ham Turk lirasining tushib ketishi bunda bir murakkab bir vaziyatda. Turkiya mu hozir Amerika bilan Yevropa bilan bo'lgan munosabati sovuq bir mezgilda. Ham balkim bu Amerika bilan Yevropa bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni arzu qilgan ba'zi ifodalar bor vaqtda sizningcha bu Turkiya hukumati hozir bu Wang Yi'ni qanday kutib olish mumkin? Mencha yaxshi kutib oldi deb o'ylayman. Bununki sebebi əbəysili degan sebepler, yani Türkiye'ninki G'arb bilan bo'lgan jiriklik munosabati, iqtisodninki nacharlashishi ve rayon xarakterlik meselelerde yalg'iz qilishi. Bunda bir payda hem de Xitoyga yaqinlashish bir siyosiy tanlash bo'ldi.
Ondan başka Xitay'ınki yeni İpek Yolu stratejisi var. Bu strateji hem de Türkiye mühim bir rol oynaydı. Bu şununla bu Türkiye'ninki menfaatligimi, hazırki menfaatligimi doğru geldi. Ama Xitay'daydı, ben bir yerde meblağ salsam ya ki sanga köngül bölsem bu Uygur meselesi qanday buldu degenden keyin hem de şu Türkiye Uygur meselesini Türkiye-Xitay münasebetinden çıkarıp ötüş lazım. Yani Uygur meselesini kömey ötküzüp doğru geldi. Ama bunda asan bir mesele emesligini hemimiz körüvatımız. Bu Uygur meselesi, Şarkı Türkistan meselesi halkaravileşken bir mesele. Dünyada en çok meseleler nimo dep onu tızsak Uygur meselesi en altıdaki 5'ki kırdamdı. Bunda bir meseleni kömey aşındak davranman dese hem Xitay gama rast gapni demigen boludu. Çünkü Xitay'ınki maksati şu, bu Uygur davası çokum şu Türkiye bilen münasebetlik. Meyli Xitay'ınki müteessirler bolsun, meyli hakimiyet başkurup bakanlar bolsun, misalga Can Zaminlar. Şu Şarkı Türkistan, şu müstakilcilarınki ideye cetteki bu menbe, şu Türkiye'de gördü. Türkiye ben işini kımıdım dep kutlamaydı. Çünkü Xitay'da ajna bir köz qaraş var. Hem de şu Xitay'a köz boya bir paydasını alaylı Xitay bizge bir meblağ salsın. Xitay bir teknoloji ekesin. Ondan keyin Xitay bizge şu siyasi cettimi qollap bersin degandek. Müşda bir arzuları var. Bence bu arzular biraz aciz ve Xitay'ını yaxşı oylamay turup degen oylayan bir düşünce de boylayman. Şu ebeği ben degandek müşna bir mürekkep düşünce içinde yani doğru mu hata mı hemen mi ba şu aşka mürekkep dedim. Bunda peyde hem de Wang Yi'ni yaxşı kütüp aldı dep oylayman. İkincisi mavu Türkiye şu Xitay bilen yakınlaşmamızda çıktırıştı 2015'nin 7. aydan itibaren. Ve bugünkü tırıştı Türkiye kütken seviyede bir nime menfaat alamadı hazırgıca. Şuңaşqa bu Cumhurreis Erdoğan neçqitim Xitayga resmi ziyaret qıbadı. Xi Jinping Türkiye'ye bir geldi ama o G20 yığınına katılış için geldi ve resmi ziyaret emesti. Şununla bu Xi Jinping Türkiye'nin etrafına hem devletlerini aynı boldumuş kinki 5 yılda, 6 yılda. Türkiye'ye gelmedi. Benim bilişimce 4-5 kıtım davet kıldı Xitay'ını. Ama kelmedi. Şununla bu Xi Jinping kip kalsa çokum koluda nurgun şu projekt bile kilidu. Türkiye'ninki kömür yol bolsun, kömür kant bolsun, o İstanbul Boğazı'nı bağlaydıgan bir Kanal İstanbul'daydıgan bir proje var. O bolsun ve Türkiye'ninki sanayi terakkiyetiga meblağ silip teknoloji ekilem gidip şununla Xi Jinping'in kilişini bek kütüvatıdı. Hem de normalde diplomaside, normal halde başta Taşkışlar Ministri bir ziyaret kıldı. Onun aksi da şu devlet reisi ziyaret kıldı. Şu sebepten digende hem de Türkiye buna ekmiyet verdi ve Uygur meselesini her daim yok dep körüp Xitay'ını yatıştırma deyimiz hem de açığını keltirmeslik için kılıdı dep oylaymandı. Fakat Uygur meselesi Türkiye'ninki malum köp kısım kesim taraftan himayi kögen, destekleyen, kollagan bir ahval var. Ve bazı ikincide mavu nime ötkücü partilerninki bir kollaşı var. Garbninki bu cihette bisim var. Yani bu kandak Türksler hem dindaş hem soydaş nemişke bunun köngül bilmeyse de bisim var. Şununla hükümet hazır şu Xitay'dan menfaat alaman dep küçüğüvadı duyuyor ama Uygur meselesi bir Türkiye'ye bir iğir mesele bulup aldığı çıkıdı. Şununla bu da belki şu Wang Yi'nin kilişige bazı mesela Ankara'da namaz kılışka ruhsat vermedi mesela. İstanbul'da yalnızla bir meydanda yani Beyaz Meydan degen meydanda ruhsat verdi. Ankara'da bir muhbirinin kütülüş
bir yığın qilishga bir ruxsat onunğa namoyish bo'lmagandan keyin belki ruxsat ep ketmaydi ama her vaqtda unima qarshi chiqa oladi hamda hukumat. Şuna şundaq bir fəaliyyətlərni elib beryapmiz. Hamda Vangiga kelgandan keyin qandaq bo'ldik ko'rmizdik. Burunma şundaq Xitoy amaldorlar kelgan chaqda ba'zi mo'yim Uyg'urlarni vaqtincha seni bir mehmon qilib olay deb shu uydan chiqib soqchi idorasiniki mehmon xonada mehmon qiladi. Bu da buni qilmaganga qaraganda burunqi qarag'an chaqda biroz yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.